xuddi shuning uchun o'zi qonunni nima uchun bu qabul qilinadi? Chunki hamma qonunga qarab turib, qonunga amal qilish kerak-da. Bu bitta shaxs qo'lida qolish kerak emas. Biznikida qog'ozda qolib ketyapti qonunlar, lekin aksariyat qismida bizda keragidan ortiq qarorlar, qonunlar qabul qilingan. Faqat shuni amalda tatbiq qilish qolgan. Endi eng og'riqlisi hozirgi aytayotgandek, mana hukumat rahbariyati ham, senat, ularga ham ming rahmat. Hozir ommaviy chiqishlarning orqasidan ko'proq holatda ham xalqqa talabidan kelib chiqib, eng og'riqli tochka ishlamayotgan holatlar yo shunga nima deydi, og'riqli tochkalarga qanaqadir o'zgartirish kiritish yo bo'lmasa yangi aniqlar topish bo'yicha qonunlar kirg'izyapti. Lekin u xuddi shu qonunlarni endi faqatgina shu ko'z bo'yamachilik uchun boshida hozir ure deb turib, ertangi kun 6 oydan keyin uni unutib qo'yib turib tarixga o'tkazib qo'yish kerak emas-da. Buni tizimli уже bu yo'l bilan ketdikmi? Biz yangi O'zbekiston quramiz deyapmiz. Demokratik davlat quramiz deyapmiz. Endi уже orqaga yo'l yo'q-da, faqat oldinga qarab intilish kerak.